Assalomu alaykum, lalitolar. Bugun mana Praga tortini qilamiz. Opisaniyada yozib qoldiramiz nimalar solinishini. Короче, men shunaqa ozvochka qilganimda ko'pchilik gapirdi. Bilmasang gapirma, videoda olma, bunaqa. Agar sizlarga yoqmasa, kuzatishma вообще-то. Повторих. Kecha kuni stream qildik. Streamda xorazmliklar, boshqa yevropaliklar hamma kuzatdi. Menga ular juda ham yoqdi. Orasida ikkita nenormalniy odam bor ekan, har xil gaplar yozdi. Chollar 50 ga 60 ga kirgan. Borib qabristonda jim o'tiringlar, iltimos, asabimizni buzib qiz bolamisanlar, unaqa gap. Hammaning hayoti har xil. Biz kecha stream qilganimiz bilan to'liq yuzimiz ko'ringani yo'q, boshqa narsa, biz boshqalarga o'xshab har xil narsalar qilganimiz yo'q. Sizlarda ishinglar bo'lmasin, пожалуйста. Bizni yaxshi ko'rib kuzatadiganlar, sizlarni juda ham hurmat qilamiz. Bu как будто kichkina oila bo'ladi-da, 10 mingta bo'lisham ko'pchilikka emas, hammaga ham emas. Bizga yoqadi. Masalan, video qo'ysak, like bosasizlar, kommentariya. Ba'zilar bor, negativlar yozadi. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Like, podpiska bosish esinglardan chiqmasin.